Ko'rsatuvi davom etadi. E'tiboringizga sport hayotidan olingan g'ayrioddiy, ilg'or va diqqatga sazovor voqealarni bu qiziq sahifasi orqali havola etamiz. Ilon baliq Erik mag'lubiyatdan mashhurlikka yo'l. Erik Muossambali 1978-yil 31-mayda tug'ilgan oddiy bir yigit edi. Ammo u 2000-yilda bo'lib o'tgan 2000 Summer Olympics orqali butun dunyoga tanildi. Ommaviy axborot vositalari unga noodatiy laqab berdi. Erik the Eel, ya'ni ilon baliq Erik. Qizig'i shundaki, Erik olimpiadaga kelguniga qadar hech qachon 50 metrlik haqiqiy bassenda suzmagan edi. Shunga qaramay, u 19-sentyabr kuni 100 metrlik erkin usul bahsida start oldi. Natija 1 daqiqa 57,72 soniya. Juda sekin, hatto olimpiada tarixidagi eng sust ko'rsatkichlardan biri. U suzish davomida zo'rg'a harakatlanib, oxirgi metrlarni katta mashaqqat bilan bosib o'tdi. Ammo eng qiziq joyi endi boshlanadi. Uning raqiblari noto'g'ri start olganligi sababli diskvalifikatsiya qilinadi. Natijada Erik yagona ishtirokchi o'z bahsida g'olib deb topiladi. Garchi bu natija keyingi bosqichga chiqish uchun yetarli bo'lmasa ham, u shaxsiy rekord o'rnatdi va o'z mamlakati Ekvatorial Gvineya tarixiga kirdi. Haqiqiy ilhom shundaki, Erik keyinchalik o'z ustida ishladi va vaqtini 57 soniyagacha tushirdi. Bu deyarli 2 barobar tezroq. Bu esa maqsad sari olg'a borish hamda uning taslim bo'lmaganini ko'rsatadi. Bugun u faqatgina qiziqarli voqea qahramoni emas, balki yosh sportchilarga yo'l ko'rsatuvchi murabbiy. Chunki ba'zida g'alaba tezlikda emas, oxirigacha yetib borishda bo'ladi.